Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar xatamiz bo'ladi. Bugun biz Blockfire'ning akkauntini obzor qilib chiqamiz. Hop, akkauntga kirishimiz bilan bizni kriminal kutib oladi. Kiyimlarni ko'rib chiqish kerak. Hop, bu yerda 80 ta bittadan keladigan kiyimlar. Bu yerda kriminal naborlar 4 ta, 102 ta bosh uchun keladigan kiyimlar. Mana bu kiyim ham anchagina old hisoblanadi. Bu yerda maskalar, shunga o'xshash ochkilar, bu yerda kremlar 27 dona ekan, 225 ta kiyimlari. Menga eng yoqadigan kiyimlardan biri shu M kiyimlari va mahbus set bo'ladi. Emoji kiyimlar ham anchagina old hisoblanadi. Bu yerda mana bunday kiyimlar, trikolar bor ekan. Hop, emotsiyalarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 36 ta emotsiya, 2 ta animatsiya bor ekan. Mana shu animatsiyani o'zim 9 almosga tushirgan edim. Hop, keyin bu yerda kolleksiyalari Blockfire doimiy ryukzakni qo'yib o'ynamaydilar. Bu yerda loot box, parashyut Blockfire'ga umuman kerak emas. Mana shuni men o'zim tushirgan edim. Menga esa akkaunt almashganimizda buni Blockfire meni akkauntimga tushirgan edi. Dollar skateboardlari menda ham bor, Blockfire'da ham bor. Hop, transportlarga o'tadigan bo'lsak, bu anchagina old skin. Mototsikllar, Hammer, yangi kelgan skinni qo'yib qo'ygan ekanlar. Mana shu ikkita mashinalarga skin olish uncha odamga emas, u qiyin hisoblanadi. Profilga rasmlar Assassin, shunga o'xshash значокlar. Bu yerda 203 ta ekan, adashib ketdim. 203 ta profilga va 230 ta bu yerda kriminal rasmi turadi. Hop, bu yerda buni bilganlar biladi. Bundan yo'g'iga o'tmaydi. Anchagina old narsalar hisoblanadi bular. Xo'sh, endi sizlarga Blockfire'ning ID'larini ko'rsataman. Bemalol turishga tashlashingiz mumkin. Bu Blockfire'ning ID'lari. Bemalol turishga tashlasangiz sizlarni oladi. Aytgancha sizlar Blockfire'ning Prime'ni biratayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin anchadan beri donat qilmayotganliklari uchun Prime 1 ga tushib ketgan. Bu holat menda ham bo'ldi. Atiga 100 ta olmos tashlasangiz, sizning ham Prime'ingiz ko'tariladi. Meniki 4 edi. Yaqinda Xudo xohlasa 5 qilib olaman.